Dietologiya, ginekologiya. Judayam chambarchas. Ko'pincha negizida ayniqsa ayollarimizda ortiqcha vazn yotgan bo'ladi. Seksual hayotda garmoniya bo'lmasa, hamma muammo o'sha yerdan boshlanadi. Libido zo'r, orgazm yaxshi, demak, shu hayot tarziga kirishga 10 yil, 11 yil ikkilamchi bepushtliklar ham bor. Ayol kishining o'zini yurishi ham 9 oy juda qiyin bo'ladi. Hatto ko'rganmiz, tabiiy tug'ruq ham bo'lmaydi ko'pincha. Ko'pincha tug'ruqdan keyingi asoratlarni ham oldini olgan bo'lamiz. Turmush tarzini o'zgartirishi o'rniga yillab, oylab garmonga o'tkazib qo'yishadi. Afsuski, natija yo'q. Nima qilasizlar pulinglarni sarflab? Voy, men non yemayman. Voy, men uni yemayman, xamir ham yemayman, qo'rqib ketishadi-da. Ozishga ayniqsa juda kerak vaqtida uyqu. Kech uxlaydigan insonlarda prolaktin doim yuqori yuradi. Shunaqa narsalar borda, olib borishmagan, ko'rsatishmagan даже. Sarpani kamroq yig'ishimiz kerak, sog'lom turmushga berishimiz kerak qizni deb o'ylayman. Xalqimiz nimaga bu oddiy narsalarni hali ham hayot tarziga olib kirmagani meni achintiradi. Hozir yoki hech qachon. Ya'ni sog'ligingizni, aynan qaddi qomatingizni hozir qadriga yetsangiz bo'ladi va yoki buni badalini to'lash uchun butun umringiz ba'zan hattoki mablag'ingiz yetmasligi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchim. Bugun efirda yana Shifokor TV ko'rsatuvi va siz talablarga binoan ko'p savol yo'llagan mutaxassis ginekolog reproduktologni taklif qildik. Dasturimiz mehmoni Usmonova Hilola Anvarovna. Assalomu alaykum Hilola opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Qanaqa bo'lyapti hayajonlar? Intervyu oldi. Hayajonlar yo'q. Intervyu berib ko'p o'rganib qolganmiz. O'zim kanalimda ham ko'p shunaqa chiqishlarimiz bor, kurslar, marafonlar, ya'ni ayollarimizga doim manfaatli bo'lish uchun shunaqa biz ham olib boramiz. Ko'proq sotsial setlarda chiqishga, to'g'ri ma'lumot berishga, chunki meditsina jihatdan tushuntirganimiz bilan hamma xalq buni oddiy xalq tushuna olmaydi. O'shaning uchun meditsina terminlarini kamroq ishlatgan holda oddiy hamma tushunishi uchun dostupniy kurslar, marafonlar qilishga va ayollarimizni albatta har bir yoshda o'zlariga qarab sog'lom energiyaga to'lib garmonlarini o'zgarishini bilgan holda garmoniyada yurishlari uchun harakat qilamiz. Qoyil. Energiyangiz juda ham baland. Mana bugun sizni taklif qilishdan asosiy maqsadim dietologiya, ginekologiya. Judayam chambarchas. O'zi aslida dietologiya sohasi deyarli barcha shifokorlarga kerak soha. Lekin mana asosiy kuzatuvchilarim bu ortiqcha vazn, ayollar, erkaklar bu qaysidir ma'noda reproduktiv salomatlikni ham albatta orqaga tortadi. Va shuning uchun meni savolim semizlik. Bu ginekologiyada qanchalik muammo? Rahmat, juda ham zo'r savol bo'ldi va bugungi kunga kelib bu ortiqcha vazn ayollarda bo'ladimi, erkaklarda bo'ladimi, reproduktologiyada ham juda yuqori o'rinlarni egallab kelyapti va aksariyat hollarda reproduktiv salomatlikda bizni qo'yadigan diagnozlarda birinchi o'ringa chiqqan hozir deb aytsam xato bo'lmaydi. Chunki ko'p hollarda kelishadi, erkaklarda ham, ayollarda ham ko'ramiz. Ya'ni bepushtlikning o'zi to'rt xil sababi bor. Hamma bilmaganlarga aytib o'tishim kerak, bu ayolga bog'liq bo'lgan faktor, ya'ni ayollik faktori yoki erkaklik faktori deb qo'yamiz. Ayollik faktorda biz o'sha bachadon va bachadon bo'yni bilan bog'liq bo'lgan yoki bachadon naylari bilan o'tkazuvchanligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lishi mumkin va erkaklik faktorda urug' bilan, ya'ni spermogrammada o'zgarishlar bo'lsa, foizlari, morfologiyalari past bo'lsa va yana bitta sabab bor, bu idiopatik, ya'ni ikkita urug'ni bir-biriga hujayrani to'g'ri kelmasligi yoki bugunga kelib immunologik bepushtlik deyiladi. Lekin yana shunaqa sabablar borki, ba'zi hollarda bizda ayollik faktorida bachadonda muammo bo'lmasligi mumkin. Kanallar demak ochiq bo'lishi mumkin turbalarimiz. Erkaklarda ham vроде бы spermogramma normada, lekin bo'lmaydi bizda. Ya'ni bunda ayollarimizda ko'pincha o'sha ayni insulinni balonligi, ortiqcha tana vaznini borligi, buni hisobiga kortizol doim balon bo'lib yurishi va doim ayollarimizda stress holatida bo'lishlari ham, ya'ni ularda normal siklni buzilishiga sabab bo'ladi. Normal sikl buzilgandan keyin biz bilamiz, vaqtida yetiladigan tuxum hujayramiz yetilmaydi. Tuxum hujayra yetilmagandan keyin hayz sikli buziladi. Tuxum hujayra yetilmagandan keyin nima bilan urug'lanib, nimadan bola hosil bo'ladi? Shuning uchun albatta bo'lmaydi. Buni natijasi ko'pincha negizida ayniqsa ayollarimizda ortiqcha vazn yotgan bo'ladi. Yoki aksariyat hollarda erkaklarimizda ham spermogrammaga qaraymiz, yosh erkaklarimiz kelishadi. Bularda ham ko'pincha bugungi kunga kelib nimaga
nimaga shunaqa muammolar uchrayapti? Harakatni kamligi. Bilasiz, mana o'zingiz ham dietolog ekansiz. Hozir sivilizatsiya zamonida bizda harakat juda kam. Gipodinamikada oldingi ota-bobolarimiz 8 ta 9 talab tug'ishgan. Bunaqa muammolar bo'lmagan. Chunki ertalabdan kechgacha harakat bo'lgan. Ya'ni ularda iste'mol qilayotgan kaloriyasi sarflayotgan kaloriya bilan chambarchas bir-biriga to'g'ri kelgan. Bizda hozir ayniqsa yoshlarda energiya sarflash kam, lekin iste'mol qilish ko'p. Ya'ni o'zimizni kaloriyamizni bilmagan holda ko'p iste'mol qilamiz va bu keyinchalik уже siz bilasiz, mana dietolog sifatida ortiqcha kaloriya bizda уже organizm yog' sifatida zapas qiladi. Chunki ertaga qanaqadir momentlarda kerak bo'lib qoladi organizmga deb yog' bilan yig'averadi. Ayollar hayron bo'lishadi, nimaga men vроде бы dieta qilyapman, lekin ozolmayapman deb. Buni natijasida уже ortiqcha vaznda sekin-sekin keyinchalik bepushtliklar kelib chiqadi. Ya'ni birlamchi va ikkilamchi bepushtlik bor bilamiz. Bu umuman homilador bo'lmaganda qo'yamiz. Ikkilamchi bepushtlik bor, bu уже bir marta homila bo'lgan yoki tuqqan ayollarimizda ikkilamchi bepushtlik bor. Hozirgi kunga kelib ikkalasi ham juda katta o'ringa chiqqan. Ya'ni kam bo'lgan. Ya'ni birinchi уже tug'gan ayolimizda ikkinchi homiladorlik bo'lishda muammo bo'lmagan. Erkaklarda ham xuddi shunaqa. Lekin hozir menga kelishadi, patsientlarni masalan bir kunda 25 taga yaqin patsient qabul qiladigan bo'lsam, 10 tasi birlamchi bepushtlik, 15 tasi ikkilamchi bepushtlik. Ya'ni уже ayol kishi tug'gan, homiladorlik bo'lgan bu oilada. Endi ikkinchisi bo'lmayapti deb kelishadi. 10 yil, 11 yil ikkilamchi bepushtliklar ham bor. Ko'pincha shunaqa qaraymiz, o'sha siz aytganimizdek ortiqcha vazn negizida erkaklarda ham shunaqa gipodinamiya, insulin balonligi, keyin kortizollarni oshib ketishi hisobiga ularda ham spermatogenez, ya'ni urug' hosil bo'lishiga chambarchas bog'liq. Ayollarimizda ko'pincha bizda ovulyatsiyada muammo bo'lish boshlaydi. Bir-biriga bog'liq. Chunki insulin qonda yuqori bo'lganda bilasiz, gormonlarga ta'sirchanlik kamayadi, tuxum hujayralarida retseptorlar qabul qilmaydi. Miyadan gormon kelaveradi, chiqarishi, lekin insulin balon bo'lgani uchun sezuvchanlik yo'q, tanimaydi. Ayol kishida ovulyatsiya bo'lmagandan keyin tabiiyki homiladorlik ham yo'q. Shuning uchun bugungi kunga kelib hayron bo'lishadi. Bizga kelganda ham tana vazndan biz boshlaymiz, antropometriyadan, qancha bo'ladi, indeks massa teli bo'yicha qanaqa harakat bormi, yo'qmi, ishda hayron bo'lishadi. Erkaklar harakatingiz bormi yoki o'tiradigan ishmi deb nima so'rab, ginekologsiz deb hayron bo'lishadi. Ovqat hazm qilishingiz qanaqa deb so'rasak hayron bo'lishadi. Ya'ni biz endi preventiv vrach bo'lganim uchun men faqatgina ginekolog sifatida emas, men butun organizmni bilgan holda yondashaman. Shuning uchun ham bizda rezultatlarimiz eko bo'yicha ham siz ona bo'lasiz klinikasida biz даже мировой standartlardan ham yuqori уже protsentlarni berganmiz. Ya'ni eko bo'yicha o'sha bepushtlikni demak davolashda ayni reproduktiv salomatlikda 40% ni tashkil qilsa, bu butun dunyo bo'yicha bizning klinikamizda уже barcha reproduktologlar, integrativ preventiv shifokorlar biz bo'lganimiz uchun bizda уже 60-62% gacha shunaqa berganmiz. Chunki bizni siz aytganingizdek o'sha ayol erkak kelganda birinchi navbatda hayot turmush tarzini o'zgartirishdan boshlaymiz. Va bu pokazatellar normaga kelmaguncha, tana vazni indeksi o'ziga to'g'ri kelmagungacha eko programmaga olmaymiz ham, hech qanaqa stimulyatsiya haqida o'ylamaymiz ham gormonlar bilan. Shu joyda tomoshabinlarda bitta savol tug'iladi. Men ko'rganman, 120 kiloda ham homilador bo'lib, vazn ortiqcha vazni bo'lsa ham tuqqan ayollarni men ko'rganman. 80 kiloda ham ortiqcha vazningiz bor, avval ozishingiz kerak deydigan ayollarni. Ya'ni nimaga bu hammada bir xil ishlamaydi? Da, to'g'ri aytishingiz mumkin. Bir xil ayollarimiz bo'ladi, homiladorlikka kirishadi, lekin aksariyat hollarda ortiqcha vazn bo'lganda baribir ham bu ayollarimizda qiyin homiladorlik bo'ladi. Ya'ni tayyorgarlik ko'rmasdan kirgan barcha homiladorlikni men aytaman, bu juda ham qiyin bo'ladi va albatta bu tug'ilajak bolada ham o'z nasoratini qoldirmasdan o'tmaydi. Ya'ni u уже ortiqcha vazn, ya'ni insulin rezistentlik bilan kirgan homiladorlikda albatta kelajakda bolada ham gormonal sistemada o'zgarish bo'ladi. O'sha timusda yoki bo'lmasam oshqozon osti bezida yoki ortiqcha vazn bilan tug'iladi уже bola. Ayol kishini o'zini yurishi ham 9 oy juda qiyin bo'ladi. Ya'ni arterial qon bosimini oshishiga moyillik bo'ladi yoki bo'lmasam pochkalarda keyinchalik muammolar paydo bo'lishi mumkin, oqsil ajralishi yoki erta tug'ruq xavfi bo'ladi bu ayollarimizda. Ya'ni o'sha ortiqcha vazn hisobiga yurak qon tomiriga ham nagruzka bizda bo'ladi. Mana homilani oldi suvlarni hisobiga, chunki yana bilasizmi, normada bizda demak o'sha
necha kilo bilan kirgan bo'lsak homiladorlikka 9-oyga 15 plus minusda yana kilo qo'shiladi. Endi 15 tasavvur o'zi qiling-da, qancha og'irlikni ayol kishi ko'tarib yurish kerak va yurak qanchalik nagruzka bilan ishlash kerak va arterial qon bosimini oshishi juda ham ko'p noxush oqibatlarga, hattoki preeklamsiya, eklamsiya ayolni o'zini hayotiga xavf soluvchi darajagacha olib kelishi mumkin. Hatto ko'rganmiz, tabiiy tug'ruq ham bo'lmaydi ko'pincha. Yo'q, ko'pincha chunki ekstrenniy holat bo'lib qoladi. Ekstrenniy holatda ayol kishining sog'lig'i birinchi o'ringa chiqadi. Qon bosimini tushirish, pochkalarning ish to'xtab qolishi mumkin. Ularni xohlagan srokda bizda homila to'xtatiladi, operatsiya orqali bolani olib olinadi. Chunki bu yerda hozir asosiy maqsad ayol kishining hayotini saqlash, bolani o'ylanmaydi. Shuning uchun oldindan demak biz o'sha tayyorgarlik ko'rib, o'zimizga kerakli bo'lgan massa telamizga ega bo'lgandan keyin, to'g'ri yondashgandan keyin kirsakkina albatta bu homiladorlik sog'lom bo'ladi, kechishi ham yaxshi o'tadi va ayol kishi o'zi ham tug'ruqgacha juda yaxshi tayyorgarlik ko'rib yengil yuradi va tug'ruqdan keyingi asoratlarni ham oldin olgan bo'lamiz agar to'g'ri tayyorlab kirgizsak ayollarimizni. Sizni yo'nalishingizda aynan insulin, kortizol bu chambarchas bir-biriga bog'liq gormonlar va uni tushirish uchun siz nima usullardan qo'llaysiz? Biz полностью check-up qilamiz, ya'ni birinchi navbatda insulin, ya'ni uglevodni obmen, ya'ni 3 oylik glikogenni gemoglobin ko'ramiz, insulin, xomayr, plus shu qalqonsimon bezni gormonlari. Chunki bilasiz, biz bilamiz, reproduktiv salomatlik haqida gap bo'lishi mumkin emas. Chunki men aytaman, mana shu qalqonsimon bez bizda organizmimizda bu dirijor hamma gormonlarni boshqaruvchi gormon hisoblanadi. Agar buni biz inobatga olmasdan, tekshirmasdan kiradigan bo'lsak, biz katta xato ish qilgan bo'lamiz. Ya'ni bizga energiya berishda ham, ayollarda reproduktiv salomatlikda ham, ovqat hazm qilishda ham, erkaklarda ham spermatogenezda ham juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bularga e'tibor beramiz. Ya'ni o'sha qalqonsimon bezni gormonlarini tekshiramiz, insulinlarni tekshiramiz, vitamin D miqdorini albatta ko'ramiz, chunki hozir bilasiz, bizda quyoshli regionda yashasak ham, shunaqa quyoshli O'zbekistonimizda men hali 80-90% D bilan kelgan patsiyentni ko'rmadim, lekin men ham elini ko'rmaganman. Hayron bo'lishadi, xursand bo'lamiz-da. Bugungi kunga kelib biz bilamiz, что vitamin D bu oddiy vitamin emas, bu уже pregormon, ya'ni hamma gormonlarning boshlang'ich etapida qatnashadigan prekursor hisoblanadi o'zi. Shuning uchun biz shunaqangi check-uplardan o'tkazib, tayinlaymiz, kompensatsiyaga kirgizamiz, kerakli makro, mikroelement, nutritsiyentlarni bergan holda, ya'ni gormonlarsiz ayollar kelishadi, siz aytganingizdek, bir xillarda shunaqa ovulyatsiya bo'lmayapti, reproduktiv salomatlikda muammo bor deb gormon preparatlarga o'tkazib qo'yishadi ginekologlar. Men ko'rganman, juda ham sizga ham ko'p kelishgan shunaqa tayyorgarlikdan keyin deyishadi, semirib ketdim, chunki deydilar, faqat gormonda siklni to'g'irlash uchun ham, ya'ni hozir juda moda bo'lgan kasallik bor, sizga ham bu bilan ko'p kelishadi. Qon keltirish uchun tabletka, qon to'xtatish uchun tabletkada, polikistoz degan multifolikulyar tuxumdonlar holati. Hozir juda ham yosh 18 yoshli qizlar ham kelishadi, shunaqa holatda turmushga chiqmagan qizlar kelishadi. Shunaqa holat bilan, ya'ni bularda ham insulinni rezistentligi, ballonligidan polikistoz, ya'ni 8 ta 10 ta hujayra o'rniga 30 tagacha hujayra bo'ladi va bu qizlarimizda ko'pincha ortiqcha vazn va siklni buzilishi va bu qizlarimizga to'g'ri tushuntirib turmush tarzini o'zgartirishi o'rniga yillab, oylab gormonga o'tkazib qo'yishadi. Afsuski. Nimaga bu eski standart bo'yicha? Bu oldingi standartlarda shu polikistozni 3 oy o'sha ko'klar bilan davolash bo'lgan, bu kirgizilgan, lekin bu уже allaqachon уже standartdan chiqqan bu narsa. Ya'ni buni to'g'irlashni asosiy negizi shu insulinni ballonlik bilan bog'liqligi isbotlangan. Lekin nimagadir hozirgacha o'sha даже Toshkentning o'zida regionlarda emas, shunaqa ginekologlar afsuski borki, menga kelishadi, polikistoz, o'zi tana vazni og'ir ayol, 2 yil 3 yildan beri o'sha saqlanuvchi dorilar ichib yuraman. Nimaga? Siklni to'g'irlash uchun. Bu naborot, u bilasiz, gormonlarni ishtahani ochadi, metabolizmni kuchaytiradi, ayol kishi ovqat yeyaveradi, hammada xalqda gormonlarning hisobiga semiryapman. Va gormondan qo'rqish bor. U gormondan semirmaydi, siz bilasiz, metabolizmni yaxshilaydi, ayol kishi ishtahasini kontrol qila olmaydi. Shuning uchun ham bizga kelishadi, biz to'xtatamiz hamma gormonlarni, bo'ldi yig'ishtiramiz deymiz hammasini. Gormon, men umuman yomon ko'rgan narsam bu ortiqcha gormonlar berish. Faqatgina ekoprogrammada kerak bo'lganda biz beramiz, stimulyatsiya uchun, tuxum hujayralarni rag'batlantirib yig'ib olish uchun berishi mumkin, yoki shunaqa kistalar bo'ladi, folikulyar kistalar, buni so'rdirib olish uchun 1 oy maksimum berishi mumkin. Lekin hech qachon polikistozda gormonlar, endometriozda gormonlardan biz yiroq bo'lamiz. Va har qanday gormon menimcha davomiy ichilsa bu keyinchalik osложнение, ya'ni ayollarimizda birinchidan bu strelkali ko'klarni doimiy
doimiy ravishda ichib yurishi birinchidan vazn oshishi, libidani pasayib ketishi, eng yomoni keyin trombofiliya, tromboz holatlariga, qon quyilishiga sabab bo'ladi. Chunki qon suyultiradigan dori bilan ko'pincha berishmaydi ginekologlar. Va varikozi bor ayollarimizda hattoki tromboz holatlarigacha olib kelgan. Shuning uchun juda ko'p buni asoratlari bor. Berishdan oldin o'sha oddiygina koklarni ham biz o'ylab berishimiz kerak. Berish mumkinmi bu ayolga? To'g'ri keladimi? O'zi ortiqcha vazni bor. Anamnezida insult, infarkt o'tkazgan ota-bobolar bo'lsa, umuman ichish mumkin emas bunaqa koklarni. Men hayron qolaman, o'shaning uchun bizga kelishadi. Biz to'g'ri sog'lom turmush tarzidan boshlaymiz. Siz mana bilasiz, dietolog sifatida o'sha kaloriyasiga qarab ovqatlanishni o'zgartirib beramiz. Oddiygina, ya'ni o'sha maktabda o'qigan bizni nimalar yeyotganimizni ham bilmaydigan patsientlar bor-da. Endi aytmoqchi edim, mana shu nazначениyani boshlaysiz. Boshlaganingizdan keyin norozi bo'ladiganlar bormi? Bor, hayron qolishadi. Masalan, men ularga srazu dietamizni o'zimiz ishlab chiqqan dieta bor-da, niska kaloriyni ulgurji bilan kamaytirgan hol. Voy, men non yemayman. Voy, men uni yemayman, xamir ham yemayman, qo'rqib ketishadi-da. Men aytaman, yo'q, biz faqatgina yengil uglevodlarni olib tashlaymiz, shakar va shakar mahsulotlarini, qolgan hamma narsani yeyaverasiz. Endi insulin rezistentlik bo'lsa, 2 mahal yo 3 mahal ovqatlanishga o'tkazamiz-da. Intervalni, чтобы period berish uchun insulinovый kachelilar bo'lmas. Sekin-sekin to'g'ri tushuntirib beramiz. O'zligi buni qilib ko'rishadi, qiynalishadi. Shakarsiz bilasiz, o'sha shakarga o'rgangan odamni 30 yildan beri qiynalish bo'ladi. Keyin sekin-sekin o'rganishadi. Zato o'sha keyingi priyomga menga kelishadi, o'sha yengillashdim, uyqum yaxshilandi, harakatlarim tezlashdi, energiya kelishi boshlayapti, tez charchab qolmayman. Ya'ni oddiygina o'sha ratsionini to'g'ri balansировать qilib berganimizda o'zida qancha narsa. Unga sport qo'shilmadi. Yo'q, qo'shilmaganda-da. 10,000 qadamni qo'shsak, ular hayron qolishadi. Ko'pincha o'zligi kelishadi. Sizlarda shu oddiy narsalar bilan beremenniy bo'lib ketishar ekan, gormonlarsiz. Men charchadim gormonlar ichib deb, bizda уже sarafanni radio ketgan. Ekogacha ham homilador bo'lishadi. Обязательно eko programmaga olamiz. Yo'q, bo'ldi, biz charchadik, уже lechение juda ko'p olgan. Bizdan oling ekoga deb kelishadi. Biz xo'p deymiz. Chunki biz preventivni tayinlashimiz kerak. O'sha boyaga aytib o'tganimdek, ovqatlanish rejimini 10,000 qadam beramiz, uyquni to'g'rilaymiz. Chunki uyqu ham juda muhim ahamiyatga bilasiz buni. Ozishga ayniqsa juda kerak vaqtida uyqu. Melatonin vaqtida ishlab chiqarmasa, keyin prolaktin gormonimiz oshib yuraversa, biz hech qachon ozish haqida o'ylashimiz mumkin emas. Shularni to'g'rilagandan keyin ekogacha ham yetib bormay, tabiiy homilador bo'lib ketishadi. Idiopatik ayniqsa faktor bilan yo gormonal faktor bilan. Hayron qolishadi, o'zligi keyin rahmat deb, bu xonada tayyorgarlik ko'rishda ozib oldik, yengillashdik, siklim joyiga tushdi va hayron qolishadi. Shuncha yillab gormonlar ichib yurib, nimalar ichmadik, nimalar qilmadik. Oddiygina yurish, oddiygina ovqatlanish to'g'rilash bilan ozgina vitaminlar, конечно, qo'shaman, unga yaxshi bilasiz. Defitsitlarni yopamiz, badlab beraman, kerakli bo'lgan, mumkin bo'lganlarni ko'rsatma bo'yicha homilador bo'lib kelishadi. Kuniga bizda juda ham ko'p, masalan, shunaqa oddiy homilador bo'lib, tabiiy bo'lib kelganlar. Shuning uchun уже bilishadi, bizga kelib ekoga ham srazu olmasligimizni bilishadi. Ya'ni tana vazni og'ir bo'lganda yoki boshqa muammolar bo'lganda, qalqonsimon bezda o'zgarishlar bo'lsa, natija yo'q. Nima qilasizlar, pullarni sarflab? Eko ham masalan 40-50 million pul ketadi. Arzon narsa emas bu protsedura hozir. Shuncha pul sarflaganga yarasha men aytaman, natija sizlarga emas, menga kerak deyman. Потому что bu meni statusim. Shu yerga kirdinglarmi, shu yerdan Alloh peshonamizga yozgan bo'lsa, homilador bo'lib chiqib ketishinglar kerak. Shuning uchun menga vaqt berasizlar deyman. Men to'g'rilab olib, keyin sizlarga ekoni protokolini beraman deyman. Rozi bo'lganlar bilan ishlaymiz. Yo'q, biz shoshyapmiz, qilavering deganlar bilan marhamat boshqa klinikaga keting deymiz. Biz ushlamaymiz patsientlar. Chunki bizning klinikamizga rezultat kerak. Albatta, bu juda ham quvonchli, chunki bunaqa vrachlar, menimcha sog'lom turmush tarzini qaysidir ma'noda targ'ibot qilyapsiz. U natija ko'rsa, kamida mana 50-60 kishiga aytsa kerak. Lekin men xalqimiz nimaga bu oddiy narsalarni hali ham hayot tarziga olib kirmagani meni achintiradi. Nima deb o'ylaysiz? Chunki men ham hozir shuni doim ko'p aytaman, televideniyalarga borganda ham aytamiz, menimcha deb o'ylayman. Shu maktab paytidan biz shunaqa darslik kirgizishimiz kerak. Ya'ni o'sha dietologiya degan nimani biz shu ko'rinishni faqatgina institutda yoki meditsina institutlarida emas, balki oddiy maktabda ham kichkinagina qanaqadir kursmi, men bilmayman, yo pat kursmi qilib sog'lom
turmush tarzini o'rgatishni boshlashimiz kerak. Ya'ni oilada bu narsa bo'lmayaptimi? Shuni davlat darajasiga xos sekin-sekin chiqyapti. Mana yaqinda qonun chiqdi, ko'rdingiz, davlat ishchilarini tana vaznini o'lchab keyin qo'yishar ekan ishga. Bu juda ham yaxshi prezidentimiz tomonidan qilinayotgan yutuqlarga men xursand bo'ldim. Shuni agar maktabdan boshlasak, ya'ni uyda bu ota-ona to'g'ri tushuntirmayaptimi? Hatto maktabda ta'lim olayotgan bola shuni bilish kerak. Ya'ni vazniga e'tibor berishi, nima yeyapti. Juda hozir bilasiz, o'zingiz mana sizga ham murojaat qilishadi, fast foodlar, asosan yeydigan yoshlar narsasi fast food, gazli ichimliklar. Musor ovqatlar. Mana shunaqa deb chiqaman-da. Mana shuni agar biz maktabdan прививать qilishni bolaga boshlasak, bunda уже shunaqa привычка paydo bo'ladi. Men to'g'ri narsa yeyotgan ekanman. Ertaga men bu turmushga chiqqanimda qiz bolalar ham o'ylaydi. Homilador bo'lishimga xalaqit qilar ekan yoki ertaga keyin shuncha pul sarflab yurar ekanman ketidan ozish uchun hali yoki to'g'irlash uchun. Qancha iroda kuch kerak bunga shuni biz boshidan maktab paytdan sekin-sekin berib boshlasak, qanaqa yo'nalishga keyinchalik bu inson ketadigan bo'lsa ham, unda уже shunaqa tushuncha, ya'ni to'g'ri sog'lom turmush tarzi degan dars qo'yish kerakmi, men bilmayman. Bu kichkinalikdan shuni biz agar прививать qilsak, oilaviy muhitda yo'q bo'lgandan keyin albatta menimcha xalqimizga ham uzoq yashashi uchun, sog'lom bo'lishi uchun, kamroq vrachlarga murojaat qilishiga sabab bo'lardi deb o'ylayman. Sizni hozirgi holatingizda bitta narsa endokrinolog suhbat qilganman-da, o'sha endokrinologimiz aytganlarida qalqonsimon bez bilan bog'liq gormonlarni tekshirib, nimaga ozmayapman deb patsient keldi va unda hech qanaqa men gormonal o'zgarish ko'rmadim. Ozgina insulinni baland ekan va lekin unga dieta va sog'lom turmush tarzi, o'sha 5000-10000 qadam yurish, suv ichishlarni tushuntirib chiqarayotgandim. Siz menga dori yozmadingiz, pulimni qaytarib bering deb urishgan ekanda. Ba'zan shunaqa holatlar bo'lganmi? Bizda ham bo'ladi даже. Ya'ni oldindan shunaqa tushunchalar bor edi. Masalan, shamollaganman deyshadi, vaspaleniya bor. Keyin yozib bersak, hayron bo'lishadi, yaxshi ko'rishadi. Ukollar yozmaysizmi, kapelnitsalar yozmaysizmi deyshadi. Nimaga kerak sizga ukol, nimaga kapelnitsa kerak? Bular hammasi vaqtinchalik sizga 10 kunga, 15 kunga yetishi mumkin, lekin siz negizini, asosini kelib chiqayotgan muammongiz negizidan hal qilmasangiz, turmush tarzingizni o'zgartirmasangiz, men sizga o'sha eng qimmatbaho kapelnitsalar, eng qimmatbaho dorilar bersa ham bular ishlamaydi, retseptorlaringiz qabul qilmaydi, tayyor emas bunga deb tushuntiramizda hayron bo'lishardi oldin, lekin hozir sekin-sekin bilishadi. O'zligi ham kelib, sizni aytishdi bizga, siz shunaqa 10,000 qadam yurg'izib, tabiiy yo'l bilan gormonlarsiz, ukollarsiz homilador qila olayotgansizlar, o'shaning uchun sizlar klinikalarga keldik deb kelishadi. Ya'ni o'sha tushunyapti odamlar ham hozir bu narsani, ya'ni har doim ham ukol, dori emas, organizmga o'sha boshqacha podxod kerakligini o'zligi ham his qilishyapti shu narsani. Eshityapti yoki bir-birini yaqinlari ko'ryapti, oldin qanaqa yurardi bu odam, sog'lom turmush tarziga o'tgandan keyin qanaqa yuribdi endi, qanaqa kasal kamroq bo'lyapti, energiyaga to'la yuribdi. Shunga bir-biriga intilishga harakat qilib, o'sha men xursandman shu odamlarda ham o'sha shunaqa nima deydi, bizda xarakter shakllanayotganiga, meditsina tomonidan, ya'ni o'sha sog'lom turmush targ'iboti bekorga qilinmayapti. Hozir marafonlar juda ham ko'pda. Lekin baribir ham aytaman, har bitta insonni o'zini ongiga ham bog'liq. Agar o'zi o'sha mental tarafdan to'g'ri tushunsa shuni, ya'ni shu narsa o'zim uchun kerak. Ya'ni men aytaman, sizga hozir farzandli bo'lish uchun emas, keyinchalik ham bu to'g'ridan keyin sizni bu yashash tarzingizga aylansin yoki hozir mana sizga ham keladi. Ozib olsam bo'ldi, keyin yana o'sha narsani boshqatdan boshlaydi. Qachongacha deydi, sizdan ham so'raydi. Qachon to'xtatamiz deb. Buni bilish kerakki, bu o'sha buni o'zini komfort sezyaptimi? Kam kasal bo'lyapti, immunitet doim zo'r, yaxshi ovqatlanganda libido zo'r, orgazm yaxshi, demak shu hayot tarziga kirish kerak, chiqish kerak emas. Ovqatlanish emas-ku. Sog'lom turmush tarzi bekorga emas. Ya'ni men aytaman, uzoq umr ko'rginglar kelsa yoki bo'lmasam ularga ham aytaman, erkaklarni tekshiramiz bir xillarda bir buket kasallikda. Men aytib, hozir siz farzandli bo'lishni chetga surib turing deyman. Menga sizni sog'lig'ingiz qiziqtiryapti deb. Gomotsistein, balon, ertaga bu insult, infarktlarni xavfi bor sizda. Yoki bo'lmasam mana shunaqa zaharlanish ketyapti, ferritin, balon. Men hozir sizni sog'lig'ingizni o'ylayapman. Undan keyin ikkinchi darajada o'ylaymiz farzandli bo'lishsam, hayron qolishadi. Shu paytgacha kelguncha birov menga aytmagan ekan. Hatto shunaqa holatlar bo'lganki, biz erkaklarga bizga kelib tekshiruvda sahrni diabet qo'yganmiz. Shu paytgacha glyukoza yuqori yurganini qonda ham bilishmagan. O'zicha buni belgilari bor-ku. Bilmagan, skritda ketayotgan fazada bo'lgan bo'lishi mumkin. Ozgina chanqirdim, nima endi oddiy holat deb o'ylardim. Ko'p kechqurun ovqat yegim kelardi-da, shunaqa deb hayron qolishadi-da. O'shaning uchun aytaman, baribirga ham bizda shu
tabiiy ongimizni rivojlantirishimiz kerak, tibbiyot ongimizni, ya'ni sog'lom yurgan taqdirda ham bir yilda bitta o'sha chekaplardan o'tkazishi, o'sha insulinini kerakli bo'lgan albatta o'tib tekshirib tursak va aniqlandimi kerakli bo'lsa o'sha dietologga kerak bo'lsa integrativ shifokorga yoki gastroenterologga kerak bo'lgan tor mutaxassislarga borib bitta bir yilda bitta ko'rinib tursak, menimcha hech kim jihati kamayib qolmaydi, naborat sog'lom bo'lamiz. Mayli bitta ko'yni kamroq olaylik, bitta qanaqadir telefonni keyinroq tutarmiz o'sha markasini, lekin o'sha pulga o'zimiz sog'lig'imiz uchun ketkizsak yoki bo'lmasam o'sha mana siz ham ko'p targ'ibot qilasiz, sport bilan shug'ullanishi, bir xil yo'q men 10 ming qadam yura olmayman, xo'jayinim ruxsat bermaydi deydi. Mayli bitta ko'yni kamroq kiyindi, uyingizga begovoy darushka oling deyman, xo'jayin ruxsat bermasa, shuni yo'li bor-ku deyman, hayron qolishadi. Hozir biz xohlasak, ya'ni ko'p qila olamiz hamma narsani-da. Yo'q, bizda ozish uchun, sog'lom ovqatlanish uchun pul kerak deyishadi. Keyin men shunga bitta zo'r misol aytaman. 1 litr gaz ichimlik 15 ming, 15 mingga 10 litr suv beradi. Va biz xohlasak uni bemalol bajara olamiz. Va bir yaqinda forum bo'ldi, meditsina forumi. Mana shu yerda bir patsientimni ko'zim tushdi, 120 shu atrof. Va keldilarda sizni konsultatsiyangizga bormoqchi bo'ldim. Sizni ko'p kuzataman 2 yildan beri, lekin hech qila olmayman dedilar. Ya'ni odam o'zini anglashi uchun shartmi kasal bo'lishi? Eng katta savol shu. Ha, shartmi kasal bo'lishi. Mana aytdim, hozir siz borsiz va ertaga qaysidir ma'noda pulingiz ham, vaqtingiz ham ketadi, lekin mana bu sog'ligingizni topa olmaysiz. Mana shu iroda kuchini shakllantirish uchun siz qanaqa psixologik yordamlar bera olasiz? Psixologik jihatdan endi bizda ko'pincha bepushtlik bo'lgani uchun albatta farzand ko'rish uchun harakat qilishni boshlashadi, lekin sabab bor, ya'ni motivatsiya bor ularda, ya'ni o'sha uchun harakat qilishimiz kerak deyshadi. Lekin menga keyin tug'ruqdan keyingi ayollar ham ko'p kelishadi. Ya'ni men estetik ginekologiya bilan shug'ullanganligim uchun bu hozir bilasiz trendga, urfga chiqqan estetik ginekologiya endi kirib keldi. Ya'ni o'sha ayollarimizda tug'ruqdan keyingi muammolar ham juda ko'p bo'ladi. Yana o'sha sizga murojaat qilishadi, ortiqcha vazn, uni natijasida ginekologik problemalar kelib chiqadi, ya'ni o'sha ayollarning ichki organlarini tushishi, kengayib ketishi va bundan demak er-xotin o'rtasida noroziliklar, chunki bilasiz, demak o'sha seksual hayotda garmoniya bo'lmasa hamma muammo o'sha yerdan boshlanadi. Oilada demak ajralishlargacha olib kelishi mumkin. Kelishadi, nima qilsam bo'ladi, qanaqa to'g'rilasam bo'ladi. Ya'ni unda ham men aytaman, siz o'zingizda motivatsiya bo'lishi kerak, o'zingiz uchun harakat qilishingiz kerak, eringiz uchun emas deyman. Bu sizni sog'lig'ingiz bu deyman. Siz sog'lom, baxtiyor bo'lib yashab yursangiz, конечно, siz hammaga keraksiz. Bolalaringizga ham keraksiz, yaqinlaringizga ham keraksiz, turmush o'rtog'ingiz ham boshqacha hurmat qiladi. Siz o'zingiz sog'lig'ingizni hurmat qilmasdan tashlab qo'ysangiz, stresslaringizni shirinliklar bilan zaydats qilib yeyversangiz, qatdan sizda bo'ladi? Qatdan bu bizda toz organlarni, mishsalari ishlaydi? Qatdan kollagen kelib chiqadi? Siz shakar bilan zaharlab yotibsiz organizmni yoki sport qilmayapsiz, tashlab qo'ygansiz. Ozgina o'zingizda shunga xohish bo'lishi kerak. Siz baxtiyor yashashga haqlisiz. Har qanaqa yoshda ham desam, qila olarmikin, qiyin yoki mana sizga ham aytishadi, dietalar qimmat-ku. Men unaqa narsalar yeyolmayman. Ular o'ylashadi, dieta deganda faqatgina sizda ham shu salatlar, o't-o'lanlar, grechka yeb dieta. Yo'q, unaqa narsa oldin edi. Hozir hamma narsa yeb ozish mumkin, faqat balansni to'g'rilashimiz kerak desam, keyin sekin shunaqa tushuntirganimdan keyin tushunishadi. Men hozir sizga deyman, estetik muammoingizni hal qilib berishim mumkin, lekin tashqaridan-da yana 3 oydan keyin yana pulingizni sarflab qaytib kelasiz. Menga unaqa kerak emas deyman. Men qilganga yarasha menga ichki tomondan organizm to'g'irlab turib sizga yordam ko'rsatsam, siz ham xursand bo'lasiz. Men ham ko'nglim xotirjam, ichimda men ham o'zim oqlab nima qilgan bo'laman deymanda, xo'p, mayli deb hayron qolishadi. Estetikaga, go'zallashga keldim, yana meni ozdirish, yana menga sport qo'shish, yana meni anaqa insulinlarim hayron qoldi. Chunki foydasi yo'q. O'sha lazer yoshartirish amaliyotini qilaman, qindevorlarni. Ularni ham qilganim bilan agar kollagen, elastin ishlab chiqarishi yo'q bo'lsa bu ayolda, insulinni balon bo'lsa yoki tashqi jinsiy a'zolar bilasiz, ayollar murojaat qilishadi, semizlikda o'sha qorayib ketishi, giperpigmentatsiya deymiz. Uni insulinini tushirmasam, ozdirmasam, bu yoqdan oqartirib berganim oqarmaydi ham, yetmaydi ham 2-3 oyga bu. Shuning uchun baravar boshlashimiz kerak desam, hayron qolishadi, keyin xo'p, mayli deb boshlashadi. O'zlari keyin xursand bo'lishadi bu narsaga, uje ozgina sezish boshlangandan keyin, natijani ko'rishgandan keyin. Shuning uchun birinchi navbatda biz uje bepushtlik bilan bo'ladimi yoki estetik muammo bilan bo'ladi. Даже klimaks paytida ham ayollarimizga kelishganda birinchi navbatda o'sha psixologik, mental tomondan to'g'ri tushuntirib, ularga motivatsiya berib, keyingina davo choralarini bersak, albatta qilishga, buni ushlashga harakat qilishadi ayollar. Mana shu klimaksda menda bitta savol tug'ildi. Erta klimaks.
hozir judayam ko'paydi. Menda ham aynan hayit siklim har xil bo'lib qoldi. Bir kelmayapti. Men aytaman sразу endokrinolog, ginekologga murojaat qiling. Sizda balkim erta klimaks. Bu aslida klimaksning o'rtacha yoshi mayli 40-45 yosh atrofi desak, lekin hozir men 32 yoshda ham 28 yoshli mijozimni ko'rdimda. Ha, mijozim 28 yoshda qolgan. Hozir уже 40 ga qarab bormoqda. Men deyarli 12 yildan beri hayz ko'rmayman deyaptilar-da. Sabab nima? juda ham ko'p. Hozir men ham hayron qolyapman. Даже oxirgi shu 2 yil ichida даже yosh kelinchiklar mana menda shunaqa keys bo'lgan, qizlarimiz kelishgan. Ya'ni bularda o'sha endi bu yerda уже boshqa muammo, ya'ni tug'ilganda o'sha tuxum hujayralar zaxirasi juda kam tug'ilgan. Juda yo'q o'sha tug'ilganda bir xil qizlarimiz bor. Даже buni bilishmagan ham. Ya'ni hayz ko'rmaydi. Yo'q, ko'rmaydi ham. Qizlik paytida kelgan, bitta ikkita tuxum hujayra bo'lgan antral follikulli. O'sha 6 oyda bir, keyin eng achinarlisi men shuni ko'p olib chiqishga harakat qilaman. Bizada demak shu qizlarimizda 16 yoshgacha keladi deb o'ylashadi, to'g'ri. Keyin 16 yoshdan keyin to'g'ri kelmayaptimi, 3 oyda bir kelarmidi qizlik paytingizda desam, 3 oyda bir oiz vrachga olib bormaganmilar desam, keyin yo'q, turmushga chiqsang yaxshi bo'lib ketadi, tug'gandan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Haligacha hali homilador bo'lmaydi-ku. Bu shunaqa narsalar bor-da, olib borishmagan, ko'rsatishmagan даже. Turmushga ham aytmasdan berib yuborishgan. Menga bitta yosh yaqindagina 1 yil ham bo'lmagan, to'yi bo'lgan, o'sha Instagramdan ko'rib, o'sha 1 yil bo'lib qoldi bizda ham, nimaga bo'lmayapti? Ayolim ham hayzi noto'g'ri kelyotib, o'sha erkak o'zi topib olib kelganda, u haligi qizcha o'tiribdi, 20 yasharlikmi, bilmayman, 19 yasharlik, tushunayotgani ham yo'q. Hayz sikli 3 oyda, 4 oyda bir kelishini yoki umuman hozir 1 yildan bir to'xtab qolganini bilmayapti ham. Menga o'tiribdi-da, endi qachon men homilador bo'laman deydi. Vaholanki ultrazvuk tovushiga olib kirdim, tuxum hujayra yo'q tuxumdonda. 18-19 yoshli qiz. Bilmagan, oiz doktorga olib bormaganmi desam, yo'q, keyin yaxshi bo'lib ketadi deb aytganlar, ko'rsatmaganlar deydi. Bu bola ham bilmasdan olgan. Men tushuntiryapman endi. Hozir men faqatgina ayollik hayzlarini gormonlar orqali men keltirib tura olaman, lekin tuxum hujayra yo'q, homiladorlik bo'lishi 0.01% sizlarda dedim. Yosh oila, u bola shokda o'tiribdi. Endi nima qilaman deyapti-da. U hayron bo'lib turibdi. Bilmagan bu narsani. Bitta bizda hali shunaqa Toshkentda yashab turib shuna narsalarga ahamiyat berishmaganiga men ichim achib ketadi. 16 yoshdan keyin hayz sikli buzilishi boshladimi, o'sha olib borish kerak. Ya'ni uyat joy yo'q. Ya'ni bizda shunaqa narsa bor. Hali ham turmushga chiqmagan qizni ginekologga, endokrinologga, dietologga olib borish uyat deb hisoblashadi. Mayli dietologni nima qilaman, ginekologga rosa. Bu uyat emas, bu nabarot, bu kerak narsa. Turmushga sog'lom berishimiz kerak. O'sha to'yi kamroq xarajat qilishimiz kerak, sarpani kamroq yig'ishimiz kerak, sog'lom turmushga berishimiz kerak qizni deb o'ylayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan shunaqa o'sha genetik muammolar ko'paygan sari o'sha tuxum hujayra kam tug'ilgan qizlarimiz albatta klinikasga vaqtliroq kirishadi. Shu aytganingizdek 40 yoshga yetmaydi tuxum hujayra zapasi yo'qolgandan keyin o'sha 30 yoshga yaqin ham o'sha kirib ketadi ko'p qizlarimiz. Ko'pincha kelishadi shunaqa isib ketyapman, sovib ketyapman, klinik holatlar yosh bitta ikkita tug'gan ayollarimizda zapasi yo'q tekshirsak. Keyingisi buni ya'ni bor zapasi ham nima bizda kamaytirib yuboradi? Bu o'sha yana gipodinamiya, hayot turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, harakatni kamligi hujayrani juda ham tez kamaytirib yuboradi. Bizda hattoki shunaqa hujayrasi kam kelgan qizlarimizni shunaqa maxsus biz ularga beramizki, harakatini 15 ming, 20 ming yetkazib keling deymiz qadamlaringizni. Gormonlarsiz mana shu oddiygina 15 ming, 20 ming yurgan qizlarimiz tuxum hujayra ko'paygan qizlar bor. O'zligi hayron qolishgan, aktiv bo'lgan qizlarimizni, to'g'ri turmush tarziga e'tibor berganlarimizda yo'q hujayra ham bitta ikkita bo'lgan zapas ko'payib kelgan. Ya'ni ekoga ham o'sha ko'payib olganmiz. Shuning uchun o'sha bilishadi ham ular buni qanchalik ahamiyatini. O'shaning uchun ham hozir men siz aytganingizdek klinik davriga nimaga erta kiryapmiz? Hammasi shu gipodinamiya, gormonlar almashinuvini tez buzilishi bizada va ekologiya bor. Undan tashqari qancha yana omillar bor. Biz yana uni ustiga o'zimizni harakatimiz bilan tezroq kirishga sababchi bo'lamiz. Bu erta klinik boshlangani bilasiz qanaqa ayollarga bu ta'sir qilishi. Ruhiy jihatdan, oilada qanaqada farzandlarga jahldor bo'lib qoladi, hech narsa yoqmaydi munosabatlarda. Chunki o'zini yomon his qiladi. Doimiy o'sha charchoqlik, doimiy qizib ketish, sovib ketish, siklni buzilishi, oilaviy boshqacha erkaklar bilan o'sha munosabat bo'lishi, bularga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni bu ham ayol kishini o'zini qo'lida hammasi deb o'ylayman. Erta klinikasi oldini olish ham hattoki o'zimizga bog'liq bizda. Belgilarini sanab o'ta olasizmi? Balki siz aytgandek tabiiy savodxonligini oshirish uchun kerak. Chunki ayollarimizda birinchi navbatda bu
o'sha hayz siklni buzilishdan boshlanadi. Ya'ni o'sha aytganingizdek har oyda emas, o'sha sikl uzoqroq kelishni boshlaydi. Ya'ni ovulyatsiya уже har oyga emasda 2 oyda bir bo'lishi mumkin. Ya'ni tuxum hujayra zapasi yo'qolyapti. 3 oyda bir, 6 oyda bir ko'rishadi. Mana shunda уже biz nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'ylashimiz kerak. Yoki bo'lmasam o'sha vazn o'zgarishi boshlanishi mumkin. Ya'ni dieta qilib to'g'ri ovqatlansa ham bir xil vaznda turaveradi ayollarimiz. Ya'ni bu yerda o'sha qalqonsimon bezi ham ozmaydi, qalqonsimon bezni ham tekshirishimiz kerak. Bu ham chambarchas bog'liq va o'sha o'zida bo'layotgan priliflar deymiz, qizib ketib, sovib ketish holatlari bo'lsa, belgili bu o'zidan o'zi depressiya holatlariga nima deydi, tez jahl chiqishi, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz уже albatta check-updan o'tishimiz kerak. Ginekologga yoki o'sha reproduktologga borib ultra tekshiruvdan o'tib tuxumdonlarni zapasi qanchalik qolyapti, demak hali biz 30 yoshda bo'lsak-da zapas уже 2-3 ta antral hujayralar qolgan bo'lsa, demak yaqin klimiksimiz. O'shani oldini olishga va yana ham sog'lomlashishga harakat qilishimiz kerak. Zo'r. Prolaktin haqida boya gapirdingiz. Prolaktin meni yo'nalishimda ham juda ham muhim va buning yuqoriligi ozishga to'sqinlik qiladigan gormonlar ro'yxatiga kiradi. Va siz qanchalik e'tibor berasiz prolaktinga? Bizga bu juda ham katta ahamiyatga ega. Sizda ozishga to'sqinlik qilsa, bizda ovulyatsiyaga to'sqinlik qiladi bu. Ya'ni yetilgan tuxum hujayrani yordirmaydi bu. Kistaga aylanib ketadi. Doim aytadi, menda kista paydo bo'laveradi, yorilmaydi. Folikularni kistaga, follikulli persistensiyaga o'tib ketishi prolaktinni yuqori yurishi bilan chambarchas bog'liq. Sabablari-chi? Sababi oshib yurishini sababi men analizni interpretatsiya qilishni boshlayman. Prolaktinni уже balonligini ko'rib, kech uxlayotgansizlar juda ham qattan bildingiz deyishadi. Kech uxlaydigan insonlarda prolaktin doim yuqori yuradi. Siz gormon beramiz, biz o'sha tushiruvchi, miyaga ta'sir qiluvchi 1 oyga 2 oyga beramiz prolaktinni tushirib olish uchun, lekin agar bu inson yana kech uxlashni davom ettirsa, chunki bilasiz hozir juda ham ko'p bizda sotslarda именно ondan keyin hamma o'tiradi. Uxlaydigan payt kelganda, ondan keyin hamma bizda uxlamaydi. 12 bo'lsa vaqtli uxlamayman deyishadi. Yo'q, mana shu 11dan kech uxlaganda prolaktin doimiy ravishda yuqori yuradi. Bunaqa ayollarimizda ham, erkaklarimizda ham. Ham melatonin ishlab chiqarishni buzamiz, uyqu gormonimizni buzamiz ishlab chiqarishni, ham prolaktinni. Bu ikkalasi melatonin bilan prolaktin уже ishlab chiqarilishi buzilgandan keyin уже hamma turli xildagi gormonal kasalliklarni kutaveramiz. Ozish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Agar vaqtida uxlamasanglar, prolaktiningiz yuqori bo'lsa, melatonin sizlarga vaqtida yetkazib bera olmasa organizm, hech qanaqa dieta ham sizlarga yordam bermaydi. Shu vaziyatdan shu yoqqa chiqaman, sizlar uxlaganda ozasizlar, xohlasalar. Chunki hozir aniqlangan, mana kechagina men Bakudan 3 kun oldin uchib keldim. U yerda har yili anti-aging va yosharish dolgoletiya degan katta mintaqaviy o'sha butun dunyo bo'yicha spikerlar qatnashadigan kongress bo'ladi. O'sha yerda ham mana kecha kelishdi, уже gormonlar haqida emas, butun dunyodan kelgan spikerlar именно uyqu haqida, o'sha sog'lom turmush tarzida uzoq umr yashashi ham shuni уже aniqlandiki, uyquni chuqur fazasiga ketganda shunaqa insonlarni ozdiradigan o'sha gormon, hattoki raptin degan gormon ishlab chiqarilar ekan. Mana shu raptin gormon bizni ozishimizga. Bu gormon faqatgina chuqur uyqu fazasida. Siz yuzaki uxlaydigan bo'lsangiz, soat 2-3 ta televizor ko'rib, gadjetlarda o'tirib uxlasangiz, qattan chuqur faza, qattan raptin yo'q bo'lmaydi. Yengil yuzaki fazada uxlaymiz. Shuning uchun ham siz to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, vaqtida uxlaganda inson ozishi tezlashadi. Ya'ni o'sha sirkadni ritm deymiz, o'sha har bitta vaqtda o'zi bor, bilasiz. Kortizol ishlab chiqarishi, yegan ovqatlarimizni tanaga yuqtirishi, ortiqchasini olib chiqib ketish, hammasi uyquda bo'ladi. Jigarga detokslari hammasi aktivlashadi uxlab yotganda ertalabga yaqin. Shuning uchun uxlamagan insonlardan men aytaman, sizlardan vazn ketish ham, rezultat ham bo'lmaydi. Menga siklni ham sizlar to'g'rilab bera olmaysizlar deyman. Shuning uchun mayli endi uxlashni mayli endi erkak kishilarni ishinglar kech bo'lsa almashtiringlar deya olmayman, lekin sizlar ayol kishi vaqtida uxlashni boshlanglar yoki erlarga ham aytaman, qo'ldan kelgancha harakat qiling. Juda ko'p prolaktin yuqori kelishadi. Shu yo'nalishda kechqurungi, ya'ni tungi navbatchilikda mana o'zlaringiz ham klinikada ishlaysizlar, yotdoq holatda davolansa sizlarda ham bularga nima deysiz? Ayollar ham bor noshta ishlaydigan, erkaklar ham bor. Bularda doim prolaktin balon yuradi. Afsuski, endi ishni o'zgartiring deya olmaymiz. Bular har doim 3-4 oyda prolaktin topshirib turishadi. Agar yuqori bo'lsa, bularga biz majbur bo'lamiz prolaktinni tushirish uchun gormon bilan korreksiya qilib turamiz. Agar oshib yuradigan bo'lsa bularda.
Umuman man aytamanda shunaqa yozishadi, man kechqurun uxlamaymanda, Kunduz uxlab olaman. uxlab Kerak olaman emas deyishadi. uyqinglar deyman. Yo'q, endi baribir organizm 24 Endi da, soatlik endi choqqa chidab ishlaydiganlarga beravermaydi. albatta da ular kompensatsiya qilish kerak kunduzgi uyqu bilan. Men aytaman, sog'lik kerak bo'lsa, Da, ish da, yo endi ish yo sog'lik deymanda. to'g'ri-da. Uzoq muddat menimcha ishlash, o'zi kechqurun uxlamay ishlash bu Yo'q, sog'lik uchun judayam juda. sog'liq uchun juda zarar. Kasalliklarni ko'p kelib chiqishini ham protsentlari kechqurun uxlaydiganlar bilan solishtirilganda, ikkita gruppaga olinganda, kechqurun ishlab chiqadigan insonlarda juda katta protsentlarni tashkil qiladi. Ya'ni o'sha vaqtidagi uyqu baribirga ham organizm uchun bu juda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni o'sha biologik ritmni buzmaslikka harakat qilishimiz kerak. Rahmat kattakon suhbatingiz uchun juda ham manfaatli bo'ldi va tomoshabinlarga ginekolog sifatida qaysi maslahatlarni berardingiz? Agar sizga siz xohladingiz, lekin men u savolni bermadim. Albatta ginekolog sifatida shuni maslahat bergan bo'lardimki, siz aytganingizdek faqatgina kasal bo'lganda, ya'ni asorati organizmda paydo bo'lgandagina murojaat qilmasdan va qiz bolalarimizni ham qizlik davrida onalarimiz uyalmasdan shuni vaqtida vrachlarga olib kelishlarini, bir yilda bitta o'zimizga e'tiborli bo'lib, bitta ginekologga borib o'sha agar ko'riklardan o'tib tursak, biz onkologiya holatlarini oldini olgan bo'lardik. Keyin noxush juda ham ko'p qaytangi finansiy tomondan mablag'lar ketadigan kasalliklarni oldini olib yashash bu naqadar go'zal. Shuning uchun aytaman, bir yilda bitta o'zingizni seving, hurmat qiling. Kasallik aniqlangunga davrgacha bitta borib ginekolog nazoratidan, endokrinolog nazoratidan o'tishga odatlaning. Общий check-up bir yilda bitta juda ko'p narsa mablag' talab qilmaydi bu. Zato siz sog'lom yurasiz, uzoq umr ko'rasiz, doim yosh, go'zal energiyaga to'lib yurasiz, siz baxtiyorsiz, oilangiz ham baxtiyor. Rahmat kattakon shunaqa foydali, manfaatli suhbat uchun sizni hali suhbatda yana kutib qolamiz. Bilaman, bunaqa suhbatlar millionlab prosmotr olmaydi, ko'plab like bosmaysiz, chunki biz qanaqadir vayin yoki sizni kuldiradigan soha emas, sizni og'riqlaringizni gapirdik. Ko'proq insonga yetib borishi va xalqimiz manfaatli bo'lishi uchun albatta videoga like bosib, kommentariyada savollaringizni qoldiring, chunki biz hali yana takroran intervyu olamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.